Mana gapga pul kerak. Mana. Dadasi. 2000 so'm. Yani 200 so'mda yeydi. To'g'ri. Kelinga yerdik. Hozir gapimizda shunaqa amana. Haligi bir san'atkor bor, turkiyalik. Nima? Bilasizmi? O'shani chaqirayotgandik. O'shanga o'zlaringiz bilan 2000 dollardan yig'ib, o'chida cho'chib qilib. Sultan bo, nima gap Sultan bobo? Bitta qutar qo'ying. Bizden bugün dengemimizi yaptırabilir olsak, Bildirsin. 200 dolardan yaptırabilir. Ko'tarmayman. Tarmaydi o'zi avani ovoz past bo'lyapti-ku. Sultan bobo. Adama yaşlısız. Hadi dedim. Halılar yaşlı. Naloktan geldin mi? Yok. Biz televizyondan bloggerız. Blogger? Bizden interview okumak, biz kişiye ko'rsatuvchilar rahbariyat jo'natdi da siz yoningizda. Urush qahramoni, erkak odam yoniga borib, suhbatlarini oling, xalqqa ko'rsating bu odamni deyishdi. بس هي أنا دقيقة ده شوي Teşekkürler şimdi bulalım. Bugün ko'rsatumizning qahramoni Erkin baba. Bugün ko'rsatumizning qahramoni Ben Erkin babamı. qahramoni asadi bor. Hurmatli aziz dinleyiciler, bugün ko'rsatumizning qahramoni Erkin ota. Ikkinchi jahon urushining faxriy xodimi bilan xodimi. Ota, qani urushda nimalar bo'lyapti? Aytib bering. Urushda zo'r bo'lgan. Dahshat bo'lgan. Qirg'in barat bo'lgan. Qattiq urushganmizda. Mana mana shu Sultan oshgan bo'lgan. bobo. Quloq qatorga gapirish kerak, u yetmaydi. Ikkovimiz birga urushda bo'lgan. Urushda bo'lgan bir voqealarni aytib bering, bir yaxshi voqealar. Bizlar bo'lganida qanday birinchi marta Bundan so'raymiz. Ota, nemislarni ko'rganda qanday taassurot bo'lgan? Nemislarni ko'rganda to'g'ri o'tirgan. Bir paytda qarasak, nemislar kelib qoldi. Avtomatlarda, mototsikletlarda, lyukalarda, tankalarda, osmonda yuztalarga bilan kelib qoldi. Qo'rqdi, yuzimni qo'lida qochdi. Görmedim.